Vishudha o'zini namoyon qilish, ya'ni tomoq chakrasi past foizli bo'lganda qanday kasalliklarni keltirib chiqaradi? Bu insonni tahlil qilganimda uni yoshligidan tomoq, quloq va burun kasalliklari bezovta qilib kelgan, 34-35 yoshlarga yetganda mana bu 7 bo'yicha o'zini missiyasini topgandan keyin boyagi kasalliklar to'xtagandi. Hatto u yoshligida o'ta tortinchoq, yopiq va uyalchanligi sabab mana burun sohasida 2 tomonlama operatsiyani ham boshdan kechirgan. Tortinchoqlik, uyalchanlik, yopiqlik bu past Vishudha belgilari hisoblanadi. Agar buni rivojlantirilmasa, mana bu o'zanni, bu boshqa oldin ham juda ham ko'p takrorlaganman, bu o'zan hisoblanadi. Vishudha qolgan energiyalarni chiqish o'zani hisoblanadi. Agar bu tor bo'lsa, yopiq bo'lsa, mana bu undagi katta foizli energiyalar bu yerdan chiqishga qiynaladi. Yoki bo'lmasam chiqolmagandan keyin ayni mana shu sohadagi a'zolarni shikastlashni boshlaydi. Shuning uchun ayniqsa Vishudha bilan o'zini namoyon qilish chakrasi bilan juda ham ko'p ishlash kerak. Boshqa chakralar bilan ham ishlash kerak, lekin to'g'ri, asosan mana shu Vishudha chakrasini o'zanini juda ham katta, agar past bo'lsa, o'zanini juda ham katta qilib mana shuning ustida ishlanadigan bo'lsa, qolgan energiyalar ham silliq chiqishni boshlaydi-da. Bunday holatni juda ham ko'p yaqinlarim va klientlarimda kuzatganman. Past Vishudhali holatni hech qanday kasalliklargacha olib bormasdan, hech qanday dori-darmonlarsiz, operatsiyalarsiz, amaliyotlar yordamida davolash mumkin azizlar. Bu videoni azizlar doimiy ravishda tomoq, quloq, burun kasalliklari bilan og'rib yuradigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.